Ko'rinishi tankka o'xshaydi. Qaranglar, mini tank. Tikodan tank yasab qo'yganga o'xshaydi. Lekin bu tank emas, o'rtoqlar, realniy traktor. Balonlari Tikoniki, motor Tikoniki, gusinisiya qilibdi. Mana bu yerda qaranglar, eng qiziq joyi orqada piyoz urug' ekadigan Yevropani Gaspardo va Agricola'ni siyalkasidan qolishmaydigan tizim yaratdi. 17 yoshli yigit. Mana buni qaranglar. Mana buni qo'yib ekilgan va kesarimiz bor. 100 so'mdan oshiq piyozdan hosil olishdi. Qo'l mehnatini keskin kamaytiradi. Bunaqalarda har bitta siyalkasini o'zi 30 ming dollar turadi. O'zbekistonga olib kelish. Katta qiymat. Qaranglar, yoshlarimiz qanaqa ishlarni qilishyapti. Bu yerda mana kontaktlari ham bor. Baxmal tumanidan kelgan yigit ekan. Sodiqjon ismi. Yoshlar, ko'rib qo'yinglar nima ishlar bo'lyapti. Mana qaranglar. O'zini mana podpischiklari bor, to'g'ridan-to'g'ri ulansanglar, ma'lumot olsanglar bo'ladi. Mana minib turgani bor. Hozir sertifikat olgani ketdi. U bola haqida to'liq ma'lumot qilamiz. Mana minib turgan o'zlari, mana piyozlari. Bu bolani qo'llab-quvvatlab, mana bu texnikasini yangidek qilib, chet ellikdan qolishmaydigan qilib loyihalashtiramiz. Davlatdan ajratilgan byudjetda pullar bor, millionlar tikiladi. Men o'zim borib shuni boshida turib, shu yigitni ko'rasizlar, keyingi ekspoda qo'g'irchoqdek bo'lgan chet ellikdan qolishmagan mana shunaqa texnikani minib keladi inshaalloh.